Assalomu alaykum ahli gruppa. Mana bugun mana shu kishilar bir dardga chalinibdi. Mana yashag'an go'dagimiz onkologik заболевание deydi. Hozir shu uyga keldim, hozir video obzor qilib Bugun chislar 1-oktyabr 25-yil. Hozir mana bor gap so'z hammasini podrobno chaltoqsidan eshitamiz. Ahli gruppa ahli jamoa hamma kasa yaxshilarmi? Bizlar shunday muajiratdamiz-ku, shu nabaraning kasalligi orqali bir yillar bo'lyapti qarib shu Rossiyadamiz. O'zimiz Faxravatdan, Borliq qishlog'idan. Shuni berim onkologik kasal bo'lgan. Shuni olib kelganman, shu yerga graydan so'ra topshiramiz deb. Topshirganmiz, o'tgan yo'q, tasdiq bo'lgan yo'q, shuni kutib yotirmiz. Hop, hozir bizga shu mablag' kerak, shuni ko'rsatish uchun. Bu yoqdan birinchi Qarabolada operatsiya qilib, Napoleonni berdi. Moskvaga Kashirskiga olib keldi. Napoleonni ular qabul qilmadi. 6 minut bo'lgan graydan esenganini ko'rish dedi. Keyin Blaxinakdan nimaga Piragovaga jo'natdi, prospektlarni. Ona bordim, u yerda частный klinika ekan, qabul qilamiz dedi. 4 million so'radi bildir. 11 oy kurs lechения. Продолжениясida общий. Endi bir yil muncha vaqt o'tdi, 11 oy men undan ziyod pulmi, ya'ni mablag'ini ham bilmayman, yana baland aytmasa. Shuning uchun mablag' jiysaq deymiz, Xudramat atasi o'tganiga 2 yil bo'ldi. Shundan o'zi buriladi, ikkita farzand qolgan. Kattasi shul, maydasi qizchasi enasi bilan ketgan. Shunday sharoitdan endi olib qolib shuni ko'rsatish endi niyatimiz bor, Xudo xolasa eson-omon oyoqqa turg'izib olsak, sizlarning ko'maklaringiz bilan qadr imkon kim qancha agar qo'ldan kelgancha yordam qilsa, qadri yo'q, imkoni yo'q odamlar duoda bo'lsin, eson-omon shuni oyoqqa turg'izib olish nasib etsin. Hammalaringizdan shuni iltimos qilaman, duoda bo'linglar. Hozir men ham joyini bir ko'rsatdim-ku. Nasıl ko'rs? Mana shu operatsiya vaqtida qilingan Qarabolada. Bu hozir endi bunday bo'lib ketdi, katta bo'lib ketdi bundayga. Bu yoqqa qarab ketyapti. Shishib boryapti. Shuni iloji boricha endi ertaroq ko'rsatish kerak. Bizda endi bu mablag' kattalik qilyapti. O'zimizdan ham iloji imkon boricha ishlatamiz. Iloji bo'lsa yordam bersalaringiz iltimos. Kim qancha qo'ldan kelgancha-da. Bir to'raga sal jir qo'ydim Murodbek. Qadr imkonda. Murodbek az jirsin. Mana jirishlarim oyoqlarim qishayib qolgan, qiyin. Xo'p. Karta nomerini aytib o'tayin, imkon qadar kimning qancha imkoni bor tanlaydi. Sberbank karta shu nomerda 902 502 6904. Kimning qancha iloji bor, bemalol tanlayveringizlar, shu kishiga qo'llab-quvvatlab berdik. Ajoyib sizlarning nimalaringiz bilan o'z istalaringizni ko'rsatsangiz yaxshi bo'lib ketsa, yaxshi bo'laverdi. Katta savobda qoladilaringiz. Hay, bir yana oxirgi so'zingizni aytib qo'ying, taqo'y. Oxirgi so'zingizni aytib qo'ying. Ahli islom birodarlar, iloji bo'lsa, kim qancha qo'ldan kelgancha yordamlaringizni ayamanglar. Duoda bo'lamiz, sizlarning haqlaringizda birlaringizga ming bersin. Shu bolani oyoqqa turishga yordam beringizlar. Rakka aylanmay turib shuni ko'rsatib olaylik, imkon boricha qo'llab-quvvatlangizlar, iltimos. Mayli. Hozir karta nomerda shu aytib o'tgan nomerda rak bo'lib ketishi mumkin, iloji boricha endi. Agar bu yer bo'lmasa, Indiya bo'laman, Eron bo'laman aparishimiz kerak-da. Karta nomerini yana bir aytib o'tayin. 902 502 6904. Aymakov Abduhalim Shotovich chiqadi. Imkon qadar o'roq tanlayveringizlar. Mayli, rahmat. Diqqatlaringiz uchun rahmat.